Surxondaryoda 90ga kirgan bova domla Do'stmuhammad hazratlariga Quddus sirruhu juda ulug' zot o'tgan. Shu kishini oldiga kelib ilm o'qirganda 3 oy deganda Ixlos surasini zo'rg'a o'tkazib bir tajvidni qaytaraverar ekan, kelaverar ekan. Shu yondagilar so'rabdi, hazrat shu yoshingizda sizga nima zarli, shuncha tashvish, o'zingizni qiynab nima qilasiz? Baribir yodlolmaysiz-ku degan mazmundada oxirigacha borolmaysiz, nima qilasiz? Men oxirigacha borolmasam ham har kuni kelishligim bilan tolib ilmlik degan maqomda turibman. Inshaalloh shu maqomda o'tadigan bo'lsam, umidim bor, qiyomatgacha qancha vaqt bo'ladigan bo'lsa, qabrimda bir farishta kelib o'rgatishligi umidim bor edi. Bardavomlik uchun kelyapman deb